Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 18-noyabr haftaning seshanba kunidagi tashqari yog'ish to'kilgan yomg'irdan keyingi holati bu. Ko'rib turganlaringdek hozir bu yerda yangi xumdondan yuklash jarayonlari ketyapti. O 5 mingtalik mashinamizga hozir undan oldin 10 mingtalik mashinalardan tushib ketdi. Endi biz bloger emasmiz, zavod egalaridanmiz, eslatib o'tamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Hali ko'pchilikda sho'r muammo bo'lyapti hozir hammada. Shuning uchun hozir sho'r chiqmaslik nimasini inshaalloh aytib o'tamiz. Bu yerda ko'rib turganlaringdek, bu yerda adirmas, bu yerlar emas, agorod yerlar bo'ladi. Sho'r chiqmaslik darajasi yuqori bo'lgan g'ishtlar. Bu g'ishtlarimizning razmerlariga kelsak, standart, vodiy standart g'ishti 6-12-25 ranglari ko'rib turganlaringdek atlasnoy holatda chiroyli chiqadi urganda ham. Endi hali ko'p shu sho'rda muammo bo'layotib turgani uchun ko'pchilikda bizniki xudo xolsa hali klientlardan murojaat tushmagan. Oldindan 5-10% bo'lishi mumkin deymiz. Sababi aytib o'tganda sariq yaxshi turpoqlardan chiqaryapmiz. Keyin sho'r chiqishini sababi ham hali ko'pchilik turpoqqa hozir endi namgarchilik ko'paygani hisobiga turpoqlarda urishyapti. Iloji bo'lsa turpoqqa mana shunday g'ijir qumlarni qo'shib, bundan buyog'iga sementda o'qib turib, balki aralashtirib ursalar ham xudo xolasa sho'r chiqmaslik darajasi yuqori bo'ladi. Hozir namgarchilik ko'paygan, loyni urib qo'ysalar bir haftada ham qurilmasdan turaveradi. G'isht ustida shuni hisobiga ham sho'rlash darajasi yuqori bo'lishi mumkin. O'rgandan keyin, nam turgandan keyin sho'rlash darajasi yuqori bo'lib ketadi. Shuning uchun iloji boricha ana shuni ko'rsatganimda g'ijir qumlarga ursalaring, ishlarni inshaalloh sho'rlamaydi, xudo xolasa. Ba'zi birlarga foydamiz tekanidan xursand bo'lyapmiz. Ba'zi klientlar rahmat aytishib, telefon qilishib, ularga ham rahmat deymiz. Umuman sho'r chiqqani yo'q deyishyapti. Ko'rib turganlaringda bu yozda bu narsalar taklab qo'yganmiz. Masalan, sho'r bo'ladigan bo'lsa, mana shu ishlarda sho'r chiqib ketishi kerak-da. Yozda taklangan. Sho'r chiqmagan. Hali ko'pchilikda xomushda ham sho'r bo'ladi desa, bo'ladi, xomushda ham sho'r bo'ladi. O'zi sho'r chiqib ketganlar o'zi biladi, qayerdan olishganini ham. Endi birov aytib yurmaydi-ku. Xudo xolasa, lekin bizning ishlar ishonarli ishlar. Pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. G'ishtlarimizni narxlarini esa 750 so'm narx qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz.